Дополнительный elektromexanik zamok qo'yilgan. Bundan komanda berganda zamokimiz ham avtomatik ochiladi. Juda ham ko'pchiligi bu darvozaga qo'yilgan avtomatikaning narxi qiziq bo'ladi. $950 Nice kompaniyasining avtomatikasini o'rnatib berganmiz. Ma'lumot o'rnida o'taman. Darvozamiz eniga 4 metr, bo'yiga ham 4 metr. Bu xonadonimizda ham hamma pultlar mashinaga ketib qolgan holatda doполнительный mana knopka o'rnatib berganmiz. Darvozani bemalol ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. Avtomatikalarimizni ovozi umuman yo'q. Beshumli ishlaydi. Juda ham ko'p beriladigan savol. Tok bo'lmagan payt ko'chada qolib ketamizdan so'rashadi. Elektrичество bo'lmagan payt mana maxsus kalt orqali avtomatikamiz ruchnoy rejimga olinadi. Bemalol qo'lda ochib yopiladi. Elektrичество kelgandan keyin pult orqali ochib yopishimiz mumkin bo'ladi. Sizlar ham darvozalarni xuddi shunaqa avtomatlashtirmoqchi bo'lsanglar, pastda telefon raqamini qoldiramiz. Telefon qilsanglar borib sizlarning ham xonadonlarning darvozasini avtomatlashtirib, Nice kompaniyasining avtomatikalarini o'rnatib beramiz. Mir Avtomatika kompaniyasi har doim mijozlar uchun eng zo'r va eng sifatli mahsulotlarni tavsiya qiladi. Hammanglarga rahmat.